1 iyuldan pensiya oluvchilar uchun talablar, tekshiruvlar va hujjatlar masalasi yana kun tartibiga chiqyapti. Men bugun sizga juda muhim narsani oddiy tilda tushuntirib beraman. Kimlar oldindan tayyorlanishi kerak? Kimlarning pensiyasi to'xtab qolishi mumkin? Qaysi hujjatlar muhim? Qaysi holatlarda pensiya jamg'armasiga borish shart bo'ladi va eng asosiysi xatoga yo'l qo'ymaslik uchun hozirdan nima qilish kerak? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari uchun ham kerak. Chunki ko'p muammo aynan bexabarlikdan kelib chiqadi. Agar siz oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday mavzularni hujjat, tartib va amaliy hayotdagi vaziyatlar bilan tushuntirib beraman. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar bir marta pensiyaga chiqib olgandan keyin pensiya avtomatik tushaveradi deb o'ylaydi. Haqiqatan ham. Ko'p yillar davomida oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odamlar har oy bank kartasiga yoki naqd shaklda pensiyasini olib kelgan. Odamlar ko'pincha faqat pensiya miqdori oshsa, bank kartasi almashtirilsa yoki yashash joyi o'zgarsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilgan. Lekin hozir tizimlar raqamlashtirilyapti. Ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan solishtirilyapti. Pensionerning yashash joyi, ishga joylashgani, chet elga chiqib ketgani, nogironlik muddati, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasiga taalluqli holatlar, bank kartasi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari tekshirilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi men pensiyaga chiqqanman. Menga hech kim tegmaydi degan qarash xavfli bo'lib qoladi. Chunki biror ma'lumot mos kelmasa, hujjat yangilanmagan bo'lsa yoki tizimda savol tug'ilsa, pensiya to'lovi vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitish uchun gapirmayapman. Aksincha, oldindan tayyorlaning, muammo chiqmasin, pensiyangiz o'z vaqtida tushsin degan maqsadda tushuntiryapman. 1 iyuldan e'tibor kuchayadigan asosiy yo'nalishlar shular. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar dolzarbligi, yashash manzili, bank hisoblari, imtiyozli yoki qo'shimcha to'lovlarga asos bo'lgan hujjatlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha muddatli hujjatlar, ishlayotgan pensionerlar haqidagi ma'lumotlar va chet elda uzoq muddat bo'lish holatlari. Birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerak? Men buni juda aniq ajratib beraman. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan, ID kartasi yoki pasporti amalda bo'lgan, yashash manzili to'g'ri, bank kartasi ishlayotgan, boshqa hech qanday qo'shimcha imtiyoz yoki muddatli pensiya turiga bog'lanmagan pensionerlar odatda vahimaga tushmasligi kerak. Bunday odamlar uchun eng muhim narsa ma'lumotlar to'g'ri ekanini tekshirib qo'yish. Ammo ayrim toifadagi pensionerlar albatta hushyor bo'lishi kerak. Masalan, nogironlik pensiyasi olayotganlar. Nogironlik guruhining muddati bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi yangilanishi kerak bo'lgan sana o'tib ketgan bo'lsa, pensiya yoki qo'shimcha to'lov to'xtashi mumkin. Misol uchun, bir kishi ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Uning xulosasi 3000 iyungacha amal qiladi. U men oldin ham olganman, yana tushaveradi deb o'ylab qayta ko'rikdan o'tmaydi. 1 iyuldan keyin tizimda uning muddati tugagan ko'rinadi. Natijada pensiya hisoblanishi yoki qo'shimcha ustama vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Keyin u hujjatni yangilab olib keladi, lekin pulni qayta tiklash jarayoni vaqt oladi. Shuning uchun nogironlik bo'yicha hujjat muddati eng birinchi tekshiriladigan masala. Ikkinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ko'pincha farzandlarning o'qishi yoshi, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani yoki o'qimayotgani muhim bo'ladi. Masalan, bola 15 yoshga to'ldi, lekin hali oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qiyapti. Bunday holatda o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmasa yoki elektron bazada ko'rinmasa, to'lovda savol tug'iladi. Yana bir misol, qiz 20 yoshda universitetda sirtqi ta'limda o'qiydi. Ko'pchilik u ham talaba-ku deb o'ylaydi. Lekin pensiya tartibida aynan qaysi ta'lim shakli hisobga olinishi muhim. Shu sababli talaba degan umumiy so'z yetarli emas, hujjatda ta'lim shakli, kursi, o'qish muddati aniq ko'rsatilishi kerak. 3-toifa. Ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik yoshga doir pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu qonuniy holat. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki imtiyozli hisob kitoblarda ish haqi, rasmiy bandlik, soliq ma'lumotlari ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner pensiya oladi,
va bir tashkilotda rasmiy ishlaydi. Agar ish beruvchi uni bazaga noto'g'ri kiritgan bo'lsa, staji yoki badallari noto'g'ri ko'rinsa, keyinchalik qayta hisoblashda muammo chiqadi. Yana bir misol, odam aslida ishlamaydi, lekin bir korxona uni eski ro'yxatdan chiqarmagan. Tizimda u ishlayapti deb ko'rinishi mumkin. Natijada ayrim imtiyozlar bo'yicha savol paydo bo'ladi. Shuning uchun ishlayotgan yoki yaqinda ishdan chiqqan pensionerlar mehnat shartnomasi buyruq, ish joyidan ma'lumotnoma va soliq tizimidagi ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish kerak. 4-toifa chet elga ketgan yoki uzoq muddat chet elda yashayotgan pensionerlar. Agar pensioner boshqa davlatga vaqtincha davolanishga, farzandlariga yoki ishlashga ketgan bo'lsa, uning pensiyasi bilan bog'liq tartib yashash joyi, ro'yxat, bank operatsiyasi va shaxsiy tasdiqlashga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, onaxon 3 oyga Rossiyadagi farzandiga ketdi. Kartasi O'zbekistonda qoldi. Pensiyasi kelini yechib olib turdi. Bu amaliy hayotda ko'p uchraydi, lekin tartib nuqtai nazardan savollar tug'ilishi mumkin. Chunki pensiya shaxsning o'ziga tegishli to'lov. Agar ishonchnoma bo'lmasa yoki shaxs tirikligi va yashash holati bo'yicha tasdiq talab qilinsa, muammo chiqadi. Ayniqsa uzoq muddat chet elda bo'lganlarda bu masalaga beparvo qarash mumkin emas. 5-toifa hujjatlari almashtirilgan, lekin pensiya bazasida yangilanmagan odamlar. Masalan, pensioner eski pasportdan ID kartaga o'tdi. Bankdagi ma'lumot yangilandi, lekin pensiya jamg'armasidagi ma'lumot eski pasport raqamida turibdi. Yoki aksincha, pensiya jamg'armasida yangilandi, bankda eski ma'lumot qoldi. Shunday kichik tafovut ham to'lov kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, pensiya masalasida mayda narsa degan tushuncha yo'q. Familiyaning bitta harfi, tug'ilgan sananing bitta raqami. Pasport seriyasidagi xato ham tizimda mos kelmaslik keltirib chiqaradi. Endi oddiy misol bilan tushuntiraman. Abdulla ota o'limtagan yoshda oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U yaqinda ID karta oldi. Lekin bank kartasi eski pasport ma'lumotlariga bog'langan. 1 iyuldan keyin ma'lumotlar solishtirilganda shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi mumkin. Bu darhol pensiya bekor bo'ladi degani emas, lekin to'lov tekshiruvga tushishi. Bankda operatsiya cheklanishi yoki pensiya jamg'armasidan aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Abdulla ota buni oldindan bilsa, bankka boradi, ID kartasini yangilatadi. Pensiya jamg'armasidagi ma'lumotni tekshiradi va muammosiz pensiyasini olaveradi. Yana bir misol. Malika operdan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Shu bilan birga farzand uchun ham to'lov bor. Farzandi kollejni tugatib keyin universitetga kirgan. O'qish joyidan ma'lumotnoma yangi o'quv yili uchun berilmagan. Malika opa oldin topshirganman-ku deb o'ylaydi, lekin har bir muddatli asos yangilanib turishi kerak. Agar baza yangilanmasa, farzandga tegishli qism to'xtashi mumkin. Keyin hujjat olib boriladi, ammo bu orada oilaning byudjetida uzilish bo'ladi. Shuning uchun bunday oilalar o'qish joyi, yosh chegarasi, ta'lim shakli va ma'lumotnoma sanasini alohida nazorat qilish kerak. Endi istisnolar, yashirin nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan xatolar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat, har bir pensionerga bir xil talab qo'yilmaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli pensiya, qo'shimcha ustamalar va kompensatsiyalar turli asoslarda beriladi. Shuning uchun qo'shnining vaziyati sizniki bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Qo'shningizga hech qanday hujjat so'ralmagan bo'lsa, bu sizdan ham so'ralmaydi degani emas. Siz nogironlik bo'yicha qo'shimcha olishingiz mumkin. Qo'shningiz esa oddiy yoshga doir pensiya oladi. Yoki siz bo'quvchisini yo'qotganlik asosida to'lov olyapsiz, u esa faqat staj asosidagi pensiya oladi. Ikkinchi nozik jihat. Bank kartasi ishlashi pensiya hujjatlari to'g'ri degani emas. Ko'pchilik kartamga pul tushyapti, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin ayrim xatolar bir necha oy davomida ko'rinmasligi mumkin, keyin tekshiruvda aniqlanadi. Masalan, ortiqcha to'langan pul aniqlansa, keyinchalik uni qaytarish masalasi qo'yilishi mumkin. Bu juda og'ir holat. Pensioner pulni sarflab yuborgan bo'ladi, keyin esa sizga noto'g'ri hisoblangan deyiladi. Shuning uchun har bir qo'shimcha to'lovning asosi aniq bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma masalasi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, farzandi yoki qarindoshi uning nomidan ish yuritishi mumkin. Lekin bu og'zaki kelishuv bilan emas, qonuniy ishonchnoma bilan bo'lishi kerak. Ayniqsa pensiyani olish, bank kartasini almashtirish, ariza topshirish,
hujjatlarni yangilash kabi masalalarda ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Misol uchun, otaxon yura olmaydi. O'g'li bankka borib karta almashtirmoqchi. Bank xodimi otangizning o'zi kelsin yoki ishonchnoma olib keling deydi. O'g'il jahli chiqadi. Lekin bu talab pensionerning huquqini himoya qilish uchun qo'yilgan. Chunki boshqa odam pensioner nomidan pul olishi yoki hujjat imzolashi xavfli masala. 4-nozik jihat, yashash manzili. Pensioner boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, ro'yxat o'zgargan bo'lsa, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil turgan bo'lsa, xabarnomalar, chaqiruvlar yoki tekshiruvlar noto'g'ri joyga ketishi mumkin. Keyin odam menga hech kim aytmadi deydi. Aslida esa tizimda eski manzil bo'lgan. Shuning uchun yashash joyi o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotni yangilash kerak. Ayniqsa qishloqdan shaharga, bir tumandan boshqa tumanga yoki boshqa viloyatga ko'chganlarda bu muhim. 5-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi o'zgarishi. Bu holat ayollarda ko'proq uchraydi. Nikoh, ajrim, hujjat almashtirish, eski pasportdagi yozuv va yangi ID kartadagi yozuv farq qilishi mumkin. Masalan, eski hujjatda Gulchehra deb yozilgan, yangisida Gulchehra ketgan. Odam uchun bu bir xil ko'rinadi, lekin tizim uchun bu ikki xil yozuv bo'lishi mumkin. Agar pensiya ishi eski ma'lumotda, bank yangi ma'lumotda bo'lsa, muammo chiqadi. Shuning uchun hujjatdagi harflarni ham tekshirish kerak. 6-nozik jihat, imtiyozli pensiyaga chiqqanlar. Ayrim kasblarda ishlaganlar imtiyozli tartibda pensiyaga chiqadi. Bu yerda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, lavozimnoma, ish sharoiti, zararli ishlab chiqarish ro'yxati kabi hujjatlar muhim bo'ladi. Agar arxivdagi lavozimnoma bilan mehnat daftarchasidagi lavozimnoma mos kelmasa, pensiya hisobida savol tug'ilishi mumkin. Masalan, odam 25 yil zararli sexda ishlagan, lekin hujjatda lavozim umumiy nom bilan yozilgan. Keyin u imtiyozli staj sifatida tan olinishi qiyinlashadi. Shuning uchun imtiyozli pensiya oluvchilar eski ish joylari, arxiv hujjatlari va lavozim nomlarini oldindan tekshirtirib qo'yishi kerak. 7-nozik jihat, ortiqcha to'lov va qarzdorlik. Ba'zan odam pensiyani halol olganman deb o'ylaydi, lekin tizim bo'yicha unga ortiqcha hisoblangan bo'lishi mumkin. Bu nogironlik muddati o'tib ketganda, o'qish ma'lumotnomasi yangilanmaganda, vafot etgan shaxs nomiga to'lov davom etganda yoki noto'g'ri ma'lumot asosida ustama berilganda yuz beradi. Men bunday holatlarda eng to'g'ri yo'lni tavsiya qilaman. Hech qachon yashirmang, hujjatni to'g'rilang, yozma tushuntirish bering. Agar qaror bilan rozi bo'lmasangiz, yozma javob talab qiling. Og'zaki gap bilan masala hal bo'lmaydi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSH raqami, yashash manzili to'g'ri ekaniga qarang. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin kunlarda tugasa, darhol yangilang. Hujjat yangilanganidan keyin bank va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar ham yangilanganini tekshiring. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Bankdagi pasport ma'lumotingiz yangimi? Bularni aniqlang. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, oldindan ishonchnoma masalasini hal qiling. Bank kartasini boshqa odamning qo'lida qoldirish odatiy ko'rinsa ham xavfsizlik nuqtai nazaridan bu to'g'ri emas. Pensionerning shaxsiy mablag'i, uni himoya qilish kerak. 3-qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik bo'yicha olasizmi? O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha olasizmi? Imtiyozli pensiyami? Qo'shimcha ustama bormi? Har bir to'lovning asosi bo'ladi. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa muddatini tekshiring. Agar farzand uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasini tayyorlang. Agar imtiyozli pensiya bo'lsa, mehnat staji va arxiv hujjatlari saqlanganiga e'tibor bering. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda og'zaki emas, yozma tartibda ish tuting. Agar sizdan hujjat so'ralsa, qaysi hujjat, qaysi muddatgacha, nima asosda kerakligini aniqlang. Ariza yozsangiz, nusxasini olib qo'ling yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oldiring. Agar javob berilsa, yozma javob so'rang, chunki keyinchalik nizoli vaziyat bo'lsa, menga shunday deyishgan degan gap isbot bo'lmaydi. Hujjat, ariza, javob va ma'lumotnoma isbot bo'ladi. 5-qadam, quyidagi hujjatlarni alohida papkaga yig'ib qo'ying. ID karta yoki pasport nusxasi
pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganiga oid hujjatlar, bank karta rekvizitlari. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, vafot etgan o'quvchi haqidagi guvohnoma, ishonchnoma. Yashash manzili bo'yicha hujjatlar. Har kimga hammasi kerak bo'lmaydi, lekin sizning holatingizga taalluqli hujjatlar tartibli tursa, muammo chiqinda yugurib yurish kamayadi. 6-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga yordam berish kerak. Men buni alohida aytaman, chunki ko'p otaxon onaxonlar elektron tizim, bank ilovasi, SMS, ID karta, ariza kabi masalalarda qiynaladi. Farzandlar pensiyasi tushyaptimi? Bo'ldi deb qarab turmasin. Oyga bir marta bo'lsa ham karta ishlayaptimi? Hujjat muddati tugamaganmi? Xabarnoma kelmaganmi? Pensiya jamg'armasidan chaqiruv bo'lmaganmi? Tekshirib qo'ying. 1 soat vaqt ajratsangiz, keyingi 1 oyda katta muammoning oldini olasiz. 7-qadam. Agar pensiya tushmay qolsa, darhol vahima qilmang, lekin kutib ham o'tirmang. Birinchi bankdan so'rang, pul kelganmi? Kelganmi? Karta bloklanganmi? Rekvizitda xato yo'qmi? Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. To'lov nega ushlangan? Qaysi hujjat kerak? Qachon tiklanadi? Agar muammo hujjatda bo'lsa, o'sha hujjatni topshiring. Agar siz qarorga rozi bo'lmasangiz, yozma izoh va qaror nusxasini so'rang. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 8-qadam, eshitgan har bir gapga ishonmang. Mahalla, bozor, avtobus yoki internetdagi mish-mishlar ko'pincha odamlarni chalg'itadi. Yeni iyuldan hammaning pensiyasi to'xtaydi. Hamma qayta hujjat topshiradi. Pensiya olish uchun yangi ariza yozish shart kabi gaplar har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Siz o'zingizga tegishli holatni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, bank yoki rasmiy elektron tizim orqali aniqlashtirish eng to'g'ri yo'l. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan xato shuki, odamlar muammo chiqquncha harakat qilmaydi. Pensiya tushmay qolsa, keyin hamma joyga yuguradi. Aslida esa 1 iyulgacha yoki undan oldin hujjatlarni tekshirish, bazadagi ma'lumotni yangilash, kerakli ma'lumotnomani olish va bank kartasini tartibga keltirish ancha oson. Siz bugun 2-300 soat vaqt sarflasangiz, ertaga bir necha hafta asabiylashishdan qutulasiz. Demak, 1 iyuldan pensionerlar uchun eng muhim masala pensiya olish huquqini tasdiqlovchi ma'lumotlar to'g'ri, dolzarb va tizimlarda mos bo'lishidir. Oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar ham hujjatlarni tekshirib qo'ysin. Nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, imtiyozli pensiya, chet elda bo'lish, bank kartasi yoki ishonchnoma masalasi borlar esa albatta oldindan tayyorlansin. Eng katta himoya bu tartibli hujjat, yozma murojaat va rasmiy ma'lumotdir. Sizlardan iltimos bu mavzuga befarq bo'lmang. Oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq hujjatlarni birga ko'rib chiqing. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan qanday hujjatlar so'ralyapti? Pensiya tushishda kechikish bo'ldimi? Bank yoki pensiya jamg'armasida qanday muammoga duch keldingiz? Tajribangiz boshqalarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir xonadonga kerak bo'lishi mumkin.